kechqurun deb ikkita farishta aytib turadi. To o'sha odam o'sha masjiddan chiqib ketguncha. Endi bomdod namozida bir odam keldi, o'tirdi, namozni o'qidi, farzni o'qidi. Farzni o'qigandan keyin yana to kun chiqquncha o'tirdi, tasbih aytib, kun chiqqandan keyin 2 rakat namoz o'qidi. Bunga tammatan deydi, ya'ni to'liq hajni savobi beriladi. 3 million, 4 million pul topishlikka bir necha yil harakat qilamiz, boshqa narsalar qilamiz. Borolsak bora olamiz, bora olmasak yo'q. Ayolimizni olib boradigan bo'lsak, hozir 8 million, 9 million pul kerak. Ammo lekin shuni bitta bomdod namozidan keyin shuni 1,5 soat, 1 soat o'tiradigan bo'lsak, inshaalloh shuni savobini olamiz. Xuddi shunga o'xshashgan bu narsalarni bekorga aytayotganim yo'q. Xuddi shunga o'xshashgan birodarlar, mana bu har bir namozni o'qib bo'lgandan keyin uni orqasidan subhanallohi, alhamdulillahi, Allohu akbarni 33 martadan kim aytadigan bo'lsa, bu 99 ta bo'ladi. Keyin bunga la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulk va lahul hamdu va huva ala kulli shay'in qodir qo'shadi. Bu bilan 100 marta bo'ladi. Mana shuni aytadigan odamimizlar payg'ambar alayhisalom agar gunohi dengizi ko'pigicha bo'lsa ham kechiriladi deganlar. Buni Imom Muslim rivoyat qilganlar. Juda ham kuchli hadis. O'rischa aytganda buni hech kim adresat qila olmaydi, hech kim qaytara olmaydi. Hech kim zaif ham deb ayta olmaydi. Bu bitta narsa. Ikkinchisi yana kim oyatul kursiyni namozni oxirida o'qiydigan bo'lsa, unga jannatga kirishligiga uni o'lim to'sib turadi xolos dedilar. Ko'ryapsizlarmi? Qancha savobdan mahrum bo'lasizlar. 2 marta, 4 marta dumalab qaytib chiqib ketadigan bo'lsa, bu ahmoqliginglar. Allohning roziligini olishlikni xohlaydigan bo'lsanglar, mana shunaqangi birodarlar judayam ko'p savoblarni, hattoki hajga bormasdan turib hajni savobini olishlikni ham Alloh subhanahu va taolo bizga Muhammad alayhisalom ummatiga eng oson yo'llarini o'rgatib qo'ygan. Shuning uchun namozni o'qigandan keyin albatta bu men aytayotgan narsalar hammasi sunnat birodarlar. Hammasini payg'ambar alayhisalom qilganlar, sahobiylar qilishgan. Oddiy narsa emas bu. Shunda men o'zimdan gapirib o'tganim yo'q. Men o'zimdan biror narsani qo'shganim yo'q. Qo'shishlikka Allohdan qo'rqaman, qo'shmayman ham. Shu narsani agar amalda qiladigan bo'lsanglar, Allohning oldida anaqaylar yuqori bo'ladi darajanglar. Qilmaydigan bo'lsanglar o'zingizlar bilasizlar. Qolinglar, o'tiringlar, qilinglar. Nimaga kelyapsizlar? Sabab nima o'zi? Masjidga nimaga kelyapsizlar? O'ylashlik kerak. Shunda kelib ketish kerakmi? Yo trenirovka uchun kelib ket. Trenirovka uchun keladigan bo'lsa, ana stadionga borib trenirovka qilinglar. Bu ibodat hazilmazon narsa emas. Alloh subhanahu va taolo bizni qiladigan ibodatimizga hech qanaqangi Allohning hojati yo'q. Biz Alloh taologa hojatmandmiz. Asosiy narsalardan yana biri xo'p, hozir hijriy sanamidan kim biladi nechinchi yil? Mana ilmsizliklar bilindi. Yilimizni hozir agar milodiy sanamidan hozir nechinchi yil esa hamma aytadi 2026 deb. Hijriy sanamidan nechinchi yil? Yillarni bilmaysizlar. Qayerga qarab ketyapsizlar? Payg'ambar alayhisalom orqalarida turgan sahobiy radhiyallohu anhumlar birinchi safda turgan bo'lsa, ular birinchi. Tobiinlar ikkinchi turgan bo'lsa, ular ikkinchi safda turdi. Tabi'at tobiinlar 3-safda deb hisoblaydigan bo'lsak, bugun 27-si.
1447-yil. Biz 1447-safda turibmiz. Imom Azam rahmatullohi alayh tabi'a tobiin degan bo'lgan deyishadi yo tobiin bo'lgan deyishadi. Mayli tabi'a tobiin bo'lgan bo'lsa, u odam 3-safda turgan. Ularga shariat bizdan ancha yaxshi yetib kelgan. Sahobiylarda, tobiinlarda o'qigan odamlar. Qo'limda turgan kitob mana shu Hanafiy mazhabidagi eng hozirgi zamonni yaxshi ulamolardan biri yozib ketgan kitoblardan bittasi. Shu narsada men sizlarga, ya'ni o'qib kelganimni aytib berdim xolos. O'qib bersam, vaqt ancha ketib qolardi. 1 soat o'qishim kerak edi. Shuning uchun qozoqcha aytganda tuyundisini aytib qo'ya soldim men sizlarga. Birodarlar, mana shu 3-safda turgan odam bilan 1447-turgan odammi anaqasi bormi? Farqi juda ham katta. Juda ham katta. Mana shu Imom Azam rahmatullohi alayni tashab ketgan, yozib ketgan kitoblarini o'qib bilib hayotga tatbiq qilgan odam u jannatga kirmaydi deb kim ayta oladi? Imom Azam bundoq aytganda, jalpoq tilmen aytganda, Imom Azamni mazhablarida yurgan odam jannatga kirmaydi deb kim ayta oladi? Hamma jim. Albatta jim bo'ladi. Albatta kiradi. Hech kim kira olmaydi deb ayta olmaydi. Hozirgi kunda mana bu yerga kelib aytishligimni, mana bu suhbatning sabablaridan bittasi mana shu Oqqo'rg'onda Abdulloh Zufarni, undan boshqa yigitlarni suhbatini ko'p eshitayotgan ekansizlar. Ikkita oyog'inglar bitta etikka tiqib qo'ymasin, ehtiyot bo'linglar. Tushunarli bo'lsa kerak. O'sha Abdulloh Zufar bo'ladimi, Sodiq Samarqandiy bo'ladimi, kim bo'lishligidan qat'iy nazar Imom Azamdan yoki Imom Shofiydan, Imom Ahmaddan, Imom Hanbaliydan o'tib keta olmaydi. Ular 1400 yildan beri butun dunyoga islom sabog'ini berib kelayotgan odamlar. Eshiklardan chiqmasin. Eng oson yo'l, eng zo'r yo'lni sizlarga o'rgatib ketaman men. Qilsanglar o'zingizlarga, qilmasanglar puskay pinayni себе deydi-da. O'zingga o'zing o'pkalaganda mana kitob. Kiril harfida yozilgan, o'zbekcha, arabcha anaqasi matnlari bilan keltirilgan bunaqangi kitob. Xo'p, o'zbekchasi ham, qozoqchasi ham, o'rischasi ham hammasi bor. Shuning uchun buni eshitishlik bilan eshitgan odam 90% narsa esidan chiqib ketadi. Hozir chiqib mashina narsalarni so'raydigan bo'lsam, men aytib bera olmaysizlar. U insonning tabiatida shunaqa o'zi. 90% leksiya esidan chiqib ketadi. U yaxshi leksiya esida turishlik uchun uja aqlli odam bo'lishi kerak, xushmushli odam bo'lishi kerak. Sizlarning esingizdan chiqib ketadi. Ammo lekin o'qigan narsa kamida 50%, 70% esda qoladi. Men nima demoqchiman? Uni oqqi, ko'kki, qorani eshitish yig'ishtiringlar. deb qo'lingizga kitob olinglar. Yana bir eng yaxshi narsalardan bittasi payg'ambar alayhisalom aytganlarki, "Xayrukum man ta'allamal Qur'an va 'allamahu" deganlar. Sizlarning eng yaxshilaringiz deganlar, eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rganib o'rgatganlaringiz deganlar. Shuning uchun Qur'onni men yaxshi bilaman deb bitta odam bitta hozir chiqa olmaydi, men ham chiqa olmayman. Qur'on o'qishlikni o'rganinglar, birodarlar. Yaqinda bir odam yaxshi bir talib ilm, bir ulamoga boradi-da, "Meni deydi, o'qiting deydi. Sen deydi, Qur'onni to'liq yodga bilasanmi?" deydi. "Yo'q" deydi. "Bor, yo'qol men oldimda. Siz Qur'onni yodga bilmagan odam seni o'qitamanmi?" deydi. Ko'ryapsizlarmi?
Qur'onni avval yodlashlik kerak. Mayli yodlamaydigan bo'lsa, ya'ni zehning past bo'ladigan bo'lsa, ilm o'qiyman desang, mana ya'ni men aytganday, ya'ni o'sha zapret bo'lmagan kitoblarni olib birodarlar o'qinglar. O'rganinglar. Har narsani eshitib, har kimning orqasidan ketaveradigan odam u kallasiz odam bo'ladi. O'zingizdan kallanglarni ishlatinglar, kallasiz bo'lmaydi unaqa. Yaxshilikka olib bormaydi bir kun. Shuning uchun muhtaram jamoat, mana bu yosh kattalar, masalan 40 ga borgan bo'lsang, o'g'ling 16 ga borgandir, qizing 18 ga, 20 ga borgandir, ertaroq uylangan bo'lsang, telefoniga qarab qo'ygin. Nima qilyapti, kim bilan gaplashyapti, kim bilan yuribdi, qarab qo'yinglar. O'zingizlarga qiyin bo'ladi. Menga tan olishlik ham erkak ishi bo'ladi-da. Menga 6-7 yil oldin bittasi aytgan edi. Nur aka, 1 ret eskertamiz, 2 ret eskertamiz, 3 ret eskertamiz, keyin sharaq oldanamiz deganida. Tushunarlimi? Sharaq oldangan kech bo'ladi. Tushungan bo'lsanglar kerak, sharaq oldanib qolmasin. Men qo'rqitmoqchi emasman. Undan men yuraman. Bu yerda bitta narsaki, asosiy narsa payg'ambar alayhissalom. Men hech qo'rqitib bu narsani shunchaki so'zi siyoqida aytib ketdim xolos. Payg'ambar alayhissalom sunnat saniyalarini qilinglar, shunda hamma narsa guli-guliga tushadi bo'ldi. Namozdan keyin o'tirlaring, duolarini, tasbihlaringni aytinglar, duolaringni qilinglar, chiqib ketinglar bo'ldi. Tushunarlimi birodarlar? Savolinglar bormi? Allah razı olsun. Kifoyadir ha? Vaqt o'tib ketadi. Vaqt asrgacha vaqt. Endi vaqti belgilangan-ku. Ha, belgilangan bo'lsa, xo'p, yaxshi. U pretenziyaga anaqa yo'q, ammo lekin bu gap ham har kun gapirilmaydi. Mana shu bolalarni masalan ko'rdingiz, anaqa Satmaga yaqinda bittasi 8 yil, yana bittasi 8 yil, yana bittasi qancha olib ketgan bilmayman. Bu narsani tushuntirib qo'yishlik kerak yoshlarga. Vaqt o'tishligining sababi masalan shuncha savob bo'lib turibdi-da, ammo lekin odamlar jumaga vaqtli kelmayapti. Bu odamlarning o'zini nimasi kamchiligi. Salomat bo'linglar. Rahmat. Hammanglardan Alloh rozi bo'lsin. Ikki dunyoni yaxshiligini bersin. Eshitganinglarga, bilganinglarga Alloh taolo hammamizni ham amal qilishni o'zi nasib etsin. Subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Elda yurtda tinchlik bo'lsin. Rahmat.